Hop, assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar. Biz yana Anya Buronova gul do'konidamiz. Do'stlar, mana shu Anya Buronovani opani o'zidan bir ikkita suhbatlar olishga harakat qildik. Uni olsa o'zi ozgina gapirib beradi. Ko'pchilik kutgan video. Opa, assalomu alaykum. Charchamasdan opa, yaxshimisizlar? Yaxshiman. Rahmat o'zlaring. Do'konlarga keldik. Qana yangiliklar bor ekan. O'tgan safar juda zo'r prosmotr bo'ldi. Opalar juda xursand bo'ldi. O'zingizni ko'rgani uchun xursand bo'ldi birinchi o'rinda. O'zi ham ko'rinar ekan dedi. Hozir bizda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Misol uchun krapton gulini sezoni endi boshlandi. Ular rang-barangligi bilan odamlarni o'ziga jalb qilgan. Ha, sariq gul. Balki ham qizil bo'ladi, bir vaqt o'zida ham yashil, ham sariq bo'ladi. Shuning uchun uni juda ko'pchilik yaxshi ko'radi. Keyin araukariya archamiz bizda постоянно bo'ladi-yu. No, tezda tugab qoladi. Uni ham archa, xona archasi, ya'ni shu Hindistonda archasi. Instagram ahli archa bo'yicha meni juda yaxshi tanisa kerak. Aynan archa bo'yicha. Hozir azaliya gullarimiz shunaqa chiroyliklaridan bor, gullab turgan holatlari. Bizda juda ham ko'pchilik so'raydi, hovliga nima gullar eksak bo'ladi deb. Mana klonlarimiz rang-barang. Ola-bula rangligi ham bor. Mana balki o'zida 3 xil svet, ana shunisini ham, yashilini ham. Ular ham bizda mendan optoga, meni holim optoda qanaqa gullar ekaman deydiganlar uchun men mana shu deyman. Nimagaki, optoda bu yashaveradi. Hozir birinchi ekkan paytda ozgina solnechniy udar bo'lishi mumkin, lekin keyin yashaveradi bu. Chiqaraveradi. Qishda o'zimiz tekshirib ko'rdik, biz o'zimizda bemalol qishladi. Qolaveradi-deng tashqarida. Qolaveradi. O'zim obunachilarim biladi, biz o'zimiz tekshirib ko'rmaguncha birovga bu narsa maslahat umuman bermaymiz. Bizda unaqa maslahat yo'q. O'zimiz o'rganib ko'rsak-na, aniq to'g'ri lo'nda javob beramiz. Undan keyin mana yangiliklarimiz, ya'ni xosta gulimizda yana favtor kelgan. Ulardan? Ha, bulardan. Bu xosta gullarimiz ham hovliga eksa bo'ladi. Aynan hovlim salqinda, mevalar tagida qanaqa gul o'sadi deydigan qizlarimiz uchun bular. Ham hovlini salqiniga, ham quyoshiga. Keyin juda ham ko'pchilik spros bo'lgan gullarimiz bor, ya'ni monstera albalarimiz bor. Monstera albalarimiz bor. Hozir ko'rsataman. Yo'q, dal yuramiz. Hozir mana shunaqa gullarimiz bor. Xo'p, mana monstera alba sorti mana shu bo'ladi. Buni juda ko'pchilik so'ragan, qachon keladi, nima bo'ladi? Mana bu monstera alba gullarimiz mana shu. Buni qanaqa xususiyati bor endi? Bular bu 300 mingdan oddiy yashillari bo'lardi bizda, tayskiy bo'ladi. Tayskiy ozgina sarg'iroq bo'lardi, nimalar, mana rang-barangligi. Bu oppoq, aynan shuning uchun alba. Tashqarida qolaveradi bu? Yo'q, xonaniki. Xona gullar bular. Keyin mana bu strilsamizdan ham yana favtor keldi. Buni ham juda ko'pchilik so'ragan. Bu o'ta go'zal gullaydigan gulimiz strilsa. Juda ham nikaprizning biz o'zimizda ko'pchilik obunachilarim bilan uzun tereskamiz bor. Mana shu tereskamizda shu gulimiz qishda ham u yerga отопление yo'qilgani yo'q, ana shu yerda o'ta go'zal turdi. Ishlasa bo'lmadi mana shunga. Boshqa gullar ozgina sovuqdan xafa bo'ldi, ularni olib kirdik. Bu yangi baklarcha o'ta go'zal holatda turdi. Bunga ozgina issiqlik bo'lsa bo'ldi ekan u. Shunday. Keyin mana bu agronomiyamizdan kelgan super white sorti, qimmat sorti bo'ladi. Bunimiz yangilik. Agronomiya cherry babylarimizdan keldi. Buni ham ko'pchilik yaxshi ko'radi. Bu endi xitoyskiy varianti, cherry babyni Putin guli deb yaxshi ko'rishadi. Putinning xonasida mana shu agronomiyadan bor. Putinning guli deb yaxshi ko'rishadi. Yaxshi. Do'stlar, hurmatli obunachilar. Ularimiz buni уже sotib bo'ldi. 150 edi. Nechta kerak edi? Foto olishga harakat qildik. Mayli qilib beramiz aka, tamtasin. Hozircha yangiliklarimiz mana shular. Palmalarimiz kelgan, dipsis palmalarimiz bor. Nima palmalari? Ha, dipsis palmalarimizdan bor. Hozircha tiklisamizda ko'proq kattaroq gullarga urg'u berganmiz. Nimagaki, уже yoz hamma tashqariga katta gullar qo'ygisi keladi. Shuning uchun yana yangi reysimiz bir 15 kunlarda keladi. Unda ham yana yangilik gullar juda ham ko'p bo'ladi. Xo'p, rahmat opa, katta sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga.